O'zbekistonda yangilik akalar, o'sha yangilangan Cobalt bizning servisimizga yetib keldi akalar. Nimalar o'zgargan o'zim fikrimni aytib ketaman akalar. Monitorda qaranglar. Juda ham ajoyib ishlab beribdi. Pashti tracker bilan bir xil ishlashlari ham zo'r, lekin tez. Bunga poni life hacklar hamma yo'qlar o'rgatamiz, xudo xolasa akalar. Qanaqadir menga yoqdi, ayniqsa bu torpedalar qora qilib beribdi. Sizlar fikrlaring qanaqa? Kommentariy yozib ketasizlar, pulga arzidimi yo'qmi? Rollar mana shunaqa joylar biz qora qilib berardik, gap so'z yo'q. Knopkalar juda chiroyli. Monitor endi tablo endi bilasizlar, qaysi mashina tegishli endi ko'pchilik biladi. Qaranglar. Mashinani mana bunaqa joylar matvi qilibdi. Xo'sh, bu joylar poni qora. Xullas menga yoqdi. Sizlar fikrlaring qanaqa? Nima deysizlar? Bunga radarlar, registratorlar, hamma narsa uстановка qilinyapti. Xo'p. Chexolni yashilidan qo'yibdilar, xoch tog'amiz. Nima deb o'ylaysiz, yarashganmi yo'qmi? Buni qaranglar. Akalar, ataylar qora septorlarni endi mana. Bunaqa joylari ham qora chiqdi, gap so'z yo'q. Menga shunaqangi yoqdi akalar. Endi motor tomoniga men tushunavermayman, lekin saloniga tushunaman, чтобы to'g'ri katta o'zgarish bo'lmagan, lekin qandaydir skromniy deb o'ylayman, yana bilmadim. Qaranglar, tablolari ham o'zgargan. Ular unaqa katta o'zgarish yo'q, lekin zo'r akalar. Fikrlaringizni kutib qolaman. Nima deysizlar? Qanaqa chiqqan?